Nyu-Yorkda joylashgan Mahalla USA tashkiloti milliy markazida bir qancha faollar va o'zbekistonliklar yig'ilishdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75-sammitida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning nutqi to'g'ridan-to'g'ri yig'ilganlarga namoyish etildi. Bir piyola choy ustida bo'lib o'tgan ushbu tadbirda qatnashgan ishtirokchilar prezident nutqini tinglab, tadbir so'ngida o'zlarining fikrlarini bildirib o'tishdi. Mahalla USA tashkiloti a'zolari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining BMT minbaridan o'zbek tilida nutq so'zlaganini olqishlashdi. Ko'pchilik yig'ilganlar Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida ilgari surgan masalalar dolzarb ekanligini va O'zbekistonning kelajagi va jahon hamjamiyati uchun muhimligini ta'kidlashdi. Mahalla USA tashkiloti O'zbekiston Respublikasining BMTdagi doimiy vakolatxonasi bilan yaqin hamkorlikda faoliyat yuritishni davom ettiradi. Bu nutqdan tushunganlarimiz va bizga ma'qul bo'lgan tomonlari juda ham ko'p. Chunki aynan O'zbekiston Markaziy Osiyoda ya'ni uni yuragida joylashganligi uchun aynan prezidentimiz sanab o'tgan masalalar, masalan Afg'oniston masalasi, mintaqadagi Orol bo'yi muammolari juda ham o'rinli deb bilamiz. Chunki Markaziy Osiyoda O'zbekiston asosiy rolni o'ynar ekan, mana shu ikkita eng katta muammo albatta Birlashgan Millatlar Tashkilotining aralashuvisiz hamda O'zbekistonning aralashuvisiz bitmaydigan muammo deb bilamiz va shu sababli ham aynan prezidentimiz mana shu muammoni asosiy muammolar qatorida aynan jahon hamjamiyatining yordami zarurligini sanab o'tdilar. Ma'lumot uchun, Mahalla USA AQShdagi o'zbekistonliklarning nodavlat notijorat tashkiloti bo'lib, 2019-yil avgust oyida Nyu-York shahrida tashkil etilgan hamda AQShda istiqomat qilayotgan vatandoshlar o'rtasida biz birgamiz shiori ostida turli tadbirlarni amalga oshiradi. Ushbu tashkilot o'zbek xalqining madaniy, milliy urf-odatlari va intellektual qadriyatlarini asrab-avaylash va Amerikada voyaga yetayotgan bolalarni milliy an'ana va urf-odatlar ruhida tarbiyalashni o'z oldiga asosiy maqsad qilib belgilagan.